Chunki dunyo o'zi vaqtinchada qaranglar. Ko'ring, ko'zingizga chiroyli ko'ringan bir imoratni sotib oldingiz. O'tdek ko'rinardi, go'zallikda bir ramzi. 1 oy, 2 oy quvonib yashaysiz. Keyin oddiy bo'lib qoladimi uy? Yangi chiqqan modeldagi mashinani bir narsa qilib harakat qilib olasiz. 3 oy, 4 oy mingandan keyin nima bo'ladi? Undan ham zerikasizmi? Inson zotini qalbi to'ymasligini bilgan, inson zoti go'zallikka intiluvchi ekanligini bilgan kompaniyalar mana shu nozik joyimizdan juda chiroyli foydalanadi. To'g'rimi? Restyling versiyasi mashinani deydi. O'zi avval chiqayotgan mashina edi. Shunday nikel qo'shib qo'yadi, stopini boshqacha qilib qo'yadi, bokovoyni boshqacha qilib qo'yadi, bo'ldi, restyling. Undan ham zerikasizmi? Inson go'zallikka oshiq bo'ladi, go'zallikka to'ymaydi. Lekin Allohga oshiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning